Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, aziz yurtdoshlar. Pryamoy egalaridan shokolad narxda bir Gentra kelib turibdi. Narxini video oxirida aytib o'taman. Video boshlashdan oldin bir like'larni bosib qo'ysangizlar, xudo xolasa obzorni boshlaymiz. 2020-yilda ishlab chiqarilgan 3-paysa avtomat korobka Gentra. Kraskalar absolyutni toza, 71 000 probekda mashinamiz. Probeki kraskasini o'zingiz ustalaringizdan olib kelib, bemalol proverka ettirib olsangizlar bo'ladi. Eng full pozitsiyada sakat diska, ABS, lyuk, magnitofon, hamma narsalari bor. Balonlar ham yaxshi sostoyanida, 906 megagar pultlar ham bor. Salon qismini o'tadan bo'lsak, salon qismi ham ideal sostoyanida. Obshipkalari, torpedolari, kirchiq-purchiqlar yo'q. 4-pokoleniya metan gaz ustanovka bo'lgan mashinamiz. Yine holati idealni, sidina sostoyanalari ham top-toza bo'lib turibdi. Podogrev sidinalari, konditsionerlari, hamma narsalar ishlab turibdi. Kuzov ham 20, texpasport, dokument hamma narsasi 2020-yil. Holati yaxshi mashina, 90lik gaz balonlar, zapaskalari yere tushmagan. Bir qo'l mashin. Ходовой motorlari ideal sostoyanida. Narxi 135 million so'm pul, faqat naqd pul beriladi mashinamiz. Variantlardan barter bor. 135 million so'm. Menimcha minutcha dumzo'r shokolad narxda 2020-yil родной kraska 71 000 yurganli mashinamiz. Hamma narsalar ideal sostoyanida turibdi. Yechimda aybi defektlar yo'q. O'zingiz ustalaringiz olib kelib, bemalol proverka ettirib olasizlar. 135 million so'm pul beriladi mashinamiz. Qiziquvchilar bo'lsa, kimga kerak bo'lsa, mashinamiz avtomobil avtosalonimizda sotuvga qo'yildi. Bemalol kelib ustunda xaritasizda bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumotlarni, telefon nomerlarimizni videosini yozib qoldiramiz. Bemalol murojaat etib kelaverasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.